Şundaq endi bizningki asosiy birinchi hozir ko'rayotganimiz engagement management. Buningda jami 5 dona tarmoq dars bor. Ya'ni engagementga qandaq mushu pen testingni ilib bilishdan burun qandaq pitishimiz xaridor bilan pitishish. Pitishish degan oxirgi qitim kontraktni tuzib men seni mush ishga tayinladim, sen mush ishni ilib borsa degan qadar bo'ladigan pitishish, ya'ni maslahatlashish, bozorlik qilish desanglar bo'ldi, bozorlik talashish degan nimalar emas endi negotiation deb sanglar bo'ldi. Engagement degan biroz ko'proq ma'ni bildirib, engagement deganniki ma'nisi tengi cho'ng. Ba'zida masalan ikki taraf resmiy qurolli urush qismi engagement qildi deydi, ya'ni qarshi taraf bilan bir tutishdi degandek. Shunga bu engagementda biz bu yer degan chog'da asosiyatdan shu xaridor bilan, ya'ni pen testing qilish ehtiyoji tushgan xaridor bilan bizning o'tirimizdagi ilib borgan barliq munosabatlarni ko'rsatdi deb qarasangiz bo'ldi. Buning 4 tarmoq mazmuni bor. Summarize pre-engagement activities, yani mushu bitishishnikidan burun nimishlarni qilish kerak, nimalarni tushunish kerak, ya'ni bir ishni qilishdan burun nimalarga diqqat qilish kerak degan mazmunlarni o'tganda so'zlab o'tdik. Ikkinchi temada explain collaboration and communication activities, ya'ni bu aloqada qandaq qilish kerak, ya'ni aloqa ilib borgan chog'da, chunki bu yerda qonun bilan munosabatlik bo'lgandan faqat eg'iz deb qo'ygan gaplar qilamdik yoki bo'lmasa xotir qilamdik. Qandaq bo'lgan chog'da eng unumli xotir bo'lgan bo'ldi. Qarshi tarafning mijozi, shirkatninki madaniyat, shirkatning xarakteri, shirkatdagi odamlarning xarakteri, ularning yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rmaydigan millat tarkibi, ba'zan chog'da bir chaqchaqni ishlatgan, ba'zi chaqchaqlarni bir esnek yoki ba'zi tillardagi chaqchaqlarni ba'zi tillar shakl bo'lmaydi, ba'zi so'zliklarni shakl bo'lmaydi. Ba'zilar chaqchaq ko'taradigan bo'ldi, ba'zi chaqchaq ko'tarmaydigan bo'ldi. To'g'ri ishlatadigan degan narsalar aytangi bo'ladi. Shu bular qanday diqqat qilish, ya'ni bu faqat communication activity deganlarni ko'rsatdi. Mushu pause. Okay. Endi bu pen testingniki oxirgi natijasi qandaq bo'ldi? Masalan biz hozir dastlabda plandan masalan birinchi darsda nima diqqat qilish kerak, buni qonun, axloq, andikin bularning scope, ya'ni qanchalik yani test qilamiz, nima test qilamiz, nima test qilmaymiz, nima diqqat qilamiz, nima diqqat qilmaymiz degan narsalarni so'zlab bo'ldik. So'zlagandan keyin bir savolishimiz so'raydi. Bu qanday report chiqiramiz? Oxirgi natijasi nima bo'ldi bu? Masalan, pen testingniki oxirgi natijasi nima bo'ldi degandan keyin oxirgi natijasi sizlar ishni qilib bo'lgandan keyin mana shundoq bir report chiqirdi. Ya'ni ishningki xulosasi mana shu. Sizlar bir şirket sizlarni taklif qildi. Palanchi hocam, palanchi xinim, meningki shirkatimniki bexatarlikni tekshirib bersangiz, tekshirib turib menga bir yo'l xaritasi chizib bersangiz degandan keyin siz bugun deyilgan bosqichlarni besib o'tgandan keyin sizning eng oxirgi goal, ya'ni natijangiz mana shu bir dokument bo'ldi. Yani report chiqarib tursiz. Ama bu bir sample report hamda. Penetration testing sample report. Buni ishtiqlab ko'rib chiqamiz. Buni ko'rsak, buningda albatta mana biz deganda contents, ya'ni project details, buningki kim qiladi, aniki buning scope, doirasi qanday bo'ldi. Doirasida butun hamma narsani qilamdik. Albatta shirkatninki demisimi budget iqtisodimiz cheklik bo'ldi. Ularning hamma narsa tekshirishi mo'jizasiz. Buningki doirasi qanchalik bo'ldi, nerdan nergacha bo'ldi. Aniki men degan executive summary. Bu executive summary asos boshliqlar ko'radigan xulosa.
Xulos kalam deb qo'yamiz, zodi gaping bir soat so'zlar zodi men nima demoqchisan zodi? Deymiz masalan bir yig'in bo'lsa yoki bo'lmasa jiq parang qilib ketgandan keyin bu zodi sen zodi nima demoqchi? Menga bir qisqa gapni qilaman zodi. Nima demoqchi? Manda işte, manda ehtiyoj, manda işte degandan ha manda desang bo'lmamdi degandek bu executive summary gapning postkallisi shu. Biz 3 oy ishda test qildik. Test qilishsak, mana gapning postkallisi shu. Deb buni asosiyatdan yuqori darajalik shirkatninki yuqori darajali xodimlar ko'rib shularga nisbatan sil topgan ojizliklar bo'lsa, bu ojizliklar pul xajlash, qanchalik xajlash yoki xajlamaslik yoki bo'lmasa programmani kengaytirish degandek qarorlarni bejirdigan la bo'ludi. Shunga buni eng topisiga bekitdi. Andikin albatta technical details, andikin mavu texnikalik detaillar. Ularniki biraz nereden nereye qanday topdik bunun texnikalik meseleleri qandaq ajizliklarni qanday skan qildik degan narsalarni so'zlaydi. Andikin oxirida summary, ya'ni buni kitobxonniki biraz xulosasini biraz tafsillik deymiz. Andik albatta network o'xshamagan shirkatlarniki o'xshamagan nimasi bo'ldi. Agar ularniki ilib bo'lgan nimalari, usullari, nima uchun shunday qildi, nima uchun qanday o'yladi degan o'y xiyollari o'xshamagan xaridorniki o'xshamagan sistemalar bo'ldi, uchurlari bo'ldi. O'shunga o'xshamaydi bizga. External network details, internal ya sirtqi bir shirkatninki ichki qismiga albatta sirtqi qismi munosabatlik. Gerçi bazı şirketler deysiz bunun sırt kısımda münasebetler bo'lishi mumkin. Sırt kısımda şirketning uchurlari bor. Şirket ishlaydigan odamlarning uchurlari bor. Shu uchurlarning munosabatlik bo'ldi. Demak, mana shu pentestninki oxirgi natijasi shunday chiqarsanglar, siz vazifani o'tagan bo'lsizlar. Executive summary, external network test was performed remotely by Rodion owned IP address and devices. A vulnerability related to improper sanitization of user input and web application was discovered during the testing. Rodion was able to exploit this, gain access to sensitive information externally, which eventually led to authenticated access on the web application, while only one significant issue was found externally. It should be remediated as soon as possible, prevent sensitive information and system being compromised. Endi bir monch pulni xajlab, bir necha oy ishlab yoki bir necha kun ishlab chiqargan gapi mana shu. Sidqi yuzlangandagi risk. Bu endi debdi, shu shirkatlarninki xirilarni kutadigan yoki ma'lum bir tor betonlar borkin. Bu tor betonlarninki kiradigan bir ojizlik borkin. Ojizlikni agar u ojizliklarni biz ezdik deydi. Ezib kirdik deydi. Ya'ni ruxsatsiz kira oldik. Biz buni bayqidik. Endi buni darhol taqash kerak degan xulosa mana. Bu executive summary. Andiki ichki qism topgan munosabatlar unda degan tafsili deb o'tamiz. Andiki bularni qandaq nim qildi, bularniki darajasi qandaq, masalan, critical ba'zilar qizil oladi, ma'nisal binafshar o'xshamaydi maniki. Ma'ni ko'k qilib qo'yapti, amaliyotda bu qizil deb oladi. O'xshamagan shirkatlar o'xshamagan bo'lishi mumkin, ammo critical darajasi, ya'ni critical degan jiddiyligi. Agar bu narsa nayting jiddiy bo'lsa, bu qizil ranglik bo'yaydi. Ya'ni bu tushuntirishni o'rniga qizil rang bo'lsa, asarroq ko'z ko'rinadi deb yasagan narsalar. Albatta bu qolgan gap so'zlari ba'zan bek tafsili bo'ldi, ba'zanlar nayting qisqa bo'ldi. Masalan, qanday topganlari, masalan, shu isbot uchun, ya men gapni deb qo'ysam bo'lmaydi-da.
Bu gapni deb qo'ygan uning o'disidan chiqishim kerak. Aslida menda ojizlik bor ekan, bu ojizlik qanday topding unda bo'lsa? Yo'q, bunda o'ylab baqsan ojizmiki deyma. Desam bo'lmaydi men. Mening o'ylaganim bilan ish bitmaydi bu yerda. Mening o'yligim men shu ojizlik desam, men bir gap qilsam, bu gapimga cho'qim ishni isbotlaydigan ega chiqishim kerak. Shuningla men ojizlikni topdim degan, qanday topdim deganki, men metasploit ishlatib, men hujum qilsam kirib ketdim. Bundan netis manda bol exploit qilib, netis manda chiqdi. Men mama sizlarning shirkatga mama userlarni topa oldim. Demak, sizlarning sistemalarga men ruxsatsiz kira oldim deb men isbotni ko'rsatishim kerak men. Demak, gapninki xulosasi bu pentesting'niki shu qilgan shu 5 domain o'rganib, masalan 5 domain ko'rsatib qo'ymasam ishadi. Mana dastlabda xaridorlar uchqishimiz, bular bilan bitishimiz, andan keyin u to'g'risida sistema to'g'risida uchur egallaymiz, istixborot egallaymiz. Andan keyin bu istixborotlarni foydalanib, shu sistemaning ojizligi bormi, yo'qmi, shuni bayqaymiz. Hamda analiz qilamiz. Ba'zi ojizliklar bo'lishi mumkin, lekin uni hozirgacha hech kim buzolmasligi mumkin. Hatto hammadan bilish mumkin, ma'lum bir ojizliklar bor. Deb ama onu hech kim buzolmasa, u ojizlik bo'lgan bilan uni ojizlikni buzolmasa, buni hech kim buzib boqmadi yoki buzadigan ish ko'rinib boqmadi deb yozishimiz kerak. Andikin ojizlik topgandan keyin shu ojizlikdan hujum qilish va ezish ilib berish. Ezib ilib bo'lgandan keyin andikin qanday ishlarni qila olamiz, qanday ishlarni qila olmaymiz degan narsani yozib, xulosa kalam qilib, butun bo'lgan ishlarni mushu şekilde bir report çıkarıp birimiz. Xulas kalam şu. Okey. Onda qolsak, nimiz qaytib kelsak, onda qolsa bizningki ikkinchi domainda collaboration and communication, yani biz abayda o'tgan aloqa qanday bu ishlarni qanday ilib boramiz, buniki tartibi qanday bo'ldi degan so'zimiz bilan collaboration degan hamkorlashish, aloqa qilish, aloqa qilish abay degandek bizni aytganki communication buningda hamda asosiyatan bir teamwork deymiz, hem de ortak işleşiş, degan bir grup desek mi bo'ladi yoki bir ortak bir bir işleşish, bir ishni qilish uchun bizda uyg'urcha bir gap bor, hamda yolg'iz otdan chang chiqsa-mu, dengi chiqmas degandek bir ishni o'pchilab qilsa unumning yaxshi bo'lganligi. Ammo o'pchilab qilishningimi naytanga nim bo'lganligi. And risk articulation deyimiz, stakeholder and learning objective. And bu mavu ikinci qadamda, birinci domaini, ikinci dersde nemin o'rganamiz degan chog'da ma'lum bir ish qilishniki toplam ish qilsa, ya'ni bir sherik desak bo'ldi, ham sherikda hamda teamwork deb olsak bo'ldi. Teamworkniki hamda bir ingliz ism bo'lgandan keyin uyg'urcha bir ismini eğer sizler tapalsanız depasanız team degan bu İngilizce hamda grup desek bu grup İngilizce bo'lib qoldi. Teamninki bir o'rtaq bir ishni qilish uchun bir nechalan bir team quramiz deb grup qurib, bu grupda andikin role distribution hammadan boshliq bo'lamiz bo'lmaydi albatta. Bir boshliq bo'ldi bu ishlaydigan hammadan o'zininki qobiliyatiga andikin rolni qartab rolni bo'ladigan gap. Ba'zi texniklikda yaxshi, ba'zilar gapda yaxshi, ba'zilar tijoratda yaxshi, ba'zilar xaridor bilan o'tirda paranglashishga yaxshi. Andikin bu ishni qilib bo'lgandan keyin o'xshamagan bir guruhning qilgan ishini kuzatish. Xatolik bo'ldimi, xatolik qanday bir ojizliklar bo'ldi degan narsa ko'rish. Andikin ikkinda describe effective communication strategies with clients internal stakeholders.
Albatta bu xirida bilan. Bu xuddiyilki sizlar bozorga borsanglar masalan, bir narsa olmoqchi bo'lsanglar, agar u do'konning egisi naytengi yaxshi muomala qilsa, kulib turib muomala qilsa, sizlarningki so'ragan javobinglarga yaxshi javob bersa, andikin sizlarning olmoqchi bo'lgan narsalarni tushuntirib bera olsa, nima maqsad, qanchalik bahos to'g'risida talashib muomala qilsa, sizlar shu do'kon bilan yoki shu tijoratchi bilan tijorat qilishni xohlaysizlar. Bu cho'ng tijorat shirkatlardami shu. Xuddi kichik shirkatga o'xshashlar. Xuddi do'konda olgan narsa o'sha. Agar sizlar do'konda bir narsa olmoqchi bo'lib, mana nima bo'lsa, sizlarga sovuq tegib, so'ragan savollarga qisqa javob berib, sizlarning ehtiyojinglarni chiqqan bo'lsa, ular bilan tijorat qilishni xohlamaysizlar. Yoki sizlar pul xarjlaydigan odam sizlarningki pulinglarningki kuchini ko'rsatmoqchi. Shuning uchun bu yerdagmi xaridor bilan qanday aloqa qilish, ularning ehtiyoji, ularning shartlari, ularningki mijoz xulqi, qanday ehtiyoji bor degan narsa, qanday qilgan chog'da yaxshi aloqa qilib bo'ldi degan narsalarni so'zlaymiz. Articulate risk, severity, business impact and technical and non-technical audience. Ama degandek bir gapni qilishning nurg'unlagan usullar bo'ldi. Gapni nayten yaxshi ifodalab beradiganlar bo'ldi. Ba'zan texniklik odamlar, bizlar masalan texnik odamlar bir narsa tushuntirmaslik, ko'proq texniklik tarafga ketib qolamiz. Ba'zanlar ilk texniklik narsani so'zlab kelsa, xaridor zerikib qoldigan bo'ldi. Ba'zanlar naytenga articulate qilish, ya'ni bizda uyg'urcha yaqin kelgan gapdan deb, gapdan degan yomon ketib qoldi, ammo yaxshi gapdan degan gapning yaxshisini becerip qila oladigan odam deb tushunsangiz bo'ldi. Ya'ni qarshi tarafniki sizlarning ifodalamoqchi bo'lgan mazmunni qarshi tarafniki tushunadigan darajasiga akab tushuntira olsa, bu articulate deymiz endi. Articulate risk, endi bir shirkatga nisbatan bir xatar kelib qoldi, bir xatarni topdinglar. Bu xatarni qo'rqitib demdiq. Yoki bo'lmasa bu xatarni biroz shirkatning manfaatiga to'g'rilab demdiq. Yoki bo'lmasa naytengi qo'polliklar sizlarniki mandaq yo'chiqlar bo'lgan buni haq qilsa manda ziyon tortadi deb qo'pollik bilan demdiq. Qanday qilsak articulate degan, art degan san'at degan gap. San'at degan amalan yaxshi ko'rmiz san'at degan muzik san'ati bo'ldi, usul san'ati, rasm san'ati. San'at degan nimasi? Bir odamga rohatlik bag'ishlaydigan bir usul, ya'ni shu gapni qanday qilsam qarshi tarafga bir rohatlik bilan ifodalayman, qarshi taraf qabul qila oladigan yaxshi bir usul bilan ifodalayman degan narsa bo'ldi. Masalan, ammalar masalan Dale Carnegie'ning bir kitobi bor, do'st tepishning qo'llanmasi deb qanday qilgan yaxshi do'st topib bo'ldi degan bir kitob bor. Buning uyg'urchasimi Nayteng burun chiqqan, yaxshi tarjima qilgan buningki kitoblari Dale Carnegie'ning buni Naytengga qarshi taraf bilan qanday so'zlashish, muomala qilishda muvaffaqiyat qozonishning sirlari deb Nayteng yaxshi yozilgan kitob. Uyg'urchasimi bor, inglizchasimi bor, deb yozsang o'qisangiz bo'ldi. And define clear escalation paths and identify when how to escalate findings. And Nicholas Jarani ba'zan ishlarni ammani demdoq yoki muhim ishlarni qanday topamiz degandek ishlar bo'ldi. Explain secure distribution method, client acceptable procedure for sensitive findings. Hamda hamma narsani masalan xaridorlar so'rashgan chog'da qanday yetkazamiz xabarlarni. Albatta shirkatlarning muhim hujjatlar bo'ldi. Bu hujjatni email bilan avatamdiq. Ba'zi emaillar avatishni shirkatlar qo'llamaydi. Undaq bo'lsa shirkatdan so'rab, ba'zan bir jiddiy masala bo'lsa, bu hujjatlarni sizlar qanday yetkazamiz deb degan narsalarni dastlabda kelishish bosqichida deyishilish kerak. Chunki sizlar masalan sizlarning shirkatinglar masalan Gmail ishlatdi, yoki bo'lmasa Hotmail ishlatdi, yoki bo'lmasa bir shaxsiy email ishlatib, shaxsiy email orqali shirkatningki dokumentlarni avatsanglar, balkim shirkatlar yaxshi ko'rmasligi mumkin. Bular dedi, masalan, shunday bir yerga chiqarib qo'yganlar dedi. Teamwork role distribution. Endi buning asosiy jihati mana shu muhim rollarningki bir ishni qilishningki yo'llar bo'ldi albatta. O'xshamagan
projektinizdan o'xshamagan nima bu. Endi asosiy jihatdan bir projektni qilish uchun buni bu projekt deb qarashinglar kerak. Project deganki nimaligini jiqadamlar project deb qo'ydi. Biz Uyg'urcha tur deb qo'ydi. Tur degan taz yaqin kelmaydi ismi, ammo men project deb olaman, chunki bu projectniki project nimni project deymizsek, projectniki nayteng muhim nimsi bor. Tadbiri bor. Projectniki boshlanish nuqtasi bo'ldi, oyoqlash nuqtasi bo'ldi. Abaydek men boy bo'lma degandek narsa olmaydi, ha? Men boy bo'lmasam bu project desanglar, men bugun yan chiqimda $100 bor. Men nuqta kelganda bu yan chiqimlik pulni men $1 million o'zgartiraman degan bir aniq nimasi bo'ldi. Ya'ni yan birisiga vaqti bo'ldi. Birisiga aniq chiqish gol bo'ldi, yan birisiga vaqti bo'ldi. Vaqti muqim bo'ldi. 3 yil, ya'ni 36 oydan keyin meniki projektim shu. Yoki bo'lmasa men birinchi hozir shu, men 185 kilo, bu kilo. Men 3 oydan keyin, ya'ni 12 oydan keyin 150 kilo tushima. Birisiga bir muqim, birisiga yetmekçi bo'lgan ig'irligingiz 150 kilo, yan birisiga 3 oy. 3 ay degan 1 ay 30 kun bo'lsa 90 kun. 90 kunda buni cho'qim taqash kerak. Bu projekt taqildi. Ya'ni cho'qim oyoqlash kerak. Agar oyoqlashmasa buni qayta bir projekt ham extension qilish kerak. Yoki bo'lmasa buniki aniq projektniki abay deganda kanalli projekt degan projektning boshlanish nuqtasi bo'ldi, oyoqlash nuqtasi bo'ldi. Muqim vaqti bo'ldi. Andikin bu projektninki natijasi bo'ldi. Şuna bir yerde projektdan ki menajerning qilgan ishlamasa, menajer shu projektni asla miya keldik deb buni boshqarib kuzatib turdi. Qanchalik ish qildik masalan, birinchi oyda masalan 10 kilo o'rg'layman degan bo'lsak, 10 kilo o'rg'lamadingmi? Agar 10 kilo o'rg'lamayman 8 kilo o'rg'lagan bo'lsam, chataq. Chunki biz 3 oyda 10 kiloda o'rg'lamoqchi bo'lsak, men miyada 10 kilo emas 8 kilo, 2 kilo ishib qoldim ya. 2 kilo vazifamni o'tayolmadim men. Shundan men 2 kiloni miyaga men cho'qim 12 kilo qilib, bu chog'da mening vazifam ig'irlashadigan gap miyada. Agar miyadimi men u chog'da meniki miyada ma kunda 60-kunda cho'qim men 40 kilo o'roqlab bo'lish, 10-20 20 kilo o'roqlashim kerak. Ammo miyadan vazifam 22 kilo bo'ldi. Agar men miyadan 8 qilsam, 24 kilo o'roqlashim kerak. Demak, menajerning qilgan ishini emas, har bir bosqich, har bir qadamda mani bir milestone deymiz endi. Chunki buni cho'ng bo'laklar bo'lmasak, okey, miyada başladık, miyadan xulosalaymiz desek, chataq chiqadi. Buni qanchalik bo'laymiz, qanchalik nim qilamiz deganni ilib menish kerak. Shuning uchun har bir milestone'da biz miyaga yetdik-yetmadikmi vazifamizga. 10 kilo bo'lgan bo'lsa, biz bu yerdagi milestone yetdik deb chekilamiz. Agar 10 kiloga o'rg'layolmagan bo'lsam, men milestone, ya'ni birinchi qadamda yetamidi deb biraz nim qilamiz. Projektninki asosiy vazifasi shu. Penetration testerga aslında bu texnikal xodim. Bu hamda resmiy sizlar qilgan ishinglar bo'ldi. Masalan, izlash, andikin bularning qanchalik ya'ni skopni qilamiz, skop ya'ni qanday uchurlarni yig'ish, bu uchurlarni qanday topamiz, andikin nima ish qilamiz, nima qilmaymiz degan ishlar bo'ldi. Albatta bu penetration testerlar 1 bo'lishi mumkin, 2 bo'lishi mumkin, 3 bo'lishi mumkin. Buning ichida necha specialist bo'ldi. Sizlar ko'rdinglar, ba'zilar shu webnikida naytan yaxshi bo'lishi mumkin. Web tor betlarini test qilganga ba'zilarning naytanga iqtidori bo'lishi mumkin. Shunga bularni o'xshamagan vazifalarni qo'ymiz endi pen tester.
ba'zilar torlarni yaxshi qilish mumkin. Ba'zilar social engineering yaxshi qilish mumkin. Endi bu social engineering so'zlaymizga masalan emaillarni avatib, telefon qilib aldamchilik. Social engineering nayting chiroyli qismi bu. Bu amaliyotda aldamchilik kirdi. Aldamchilik degan aldamchilik emas, social engineering degan insonlarningki hissiyatidan, ojizligidan, ma'lum narsa amroqligidan foydalanib, shu amroq narsani sangiltib turib, o'zining maqsadiga yetmoqchi bo'lsa, buni social engineering deymiz. Sizlar buning hammalariga emaillar keladi, tekstlar keladi, hatta lotereyalar keladi, lotereyaning emaillar keladi. Masalan, pul yetkash uchurlari keladi. Mesela 2 million pulum bor desang, 10% bersam, yetkazib bersang, yoki bo'lmasa mana qilib bersang, hozir men qo'shimcha qilib qo'yay. Şu Amerika'da yoki g'arb davlatlarda yaşanğanlarni aldaydigan cho'ng bir aldamchilik nighting avjib ketdi. Yaşanğanlarninki masalan pensiya pullari bor. Ularni saqlab qo'ygan pullar bor, chunki biz pensiyaga chiqqan hajlaymiz deydigan. Hamda yaşanğanlarning odatda normalda yog'uz keladi bular. Ba'zanlari yağız kelganda bular yağızlık his qiladi. Bular social network internetda, Facebook'larda, social network'da qilgandan bularni tadqiqot qilib, aldamchilar bularga nisbatan bir kuyingan bo'lib, bular hamroh bo'lish, bular kuyinish, bularga do'st taklifi, muhabbat taklifi, to'y taklifi, yurish taklifi degandek narsalarni qo'yib, bular bilan uzun müddet davamlaşıdı bu. 2 ay, 6 ay, hatta 1 yıl. Bu qilish jarayonida bu inson odam ishongandek bo'ladi. Shundan bularning pul qo'mirishga boshlaydi. Beshim og'rib qolgandi, bir yerga bormoqchi edim, doktorga yetib qoldim. $50, $100, $200, $1000 deb ba'zilar hatto o'zining butun pensiya pulini berib etganlar bor. Bu necha billion dollarlik bizda, billion. Şuna etrafınlarda aşındaq bir işler varsa dikkat qılыңlar. Bu asasen social engineering kirdimdi. Facebook'tan paydalanıp durup, yoki bo'lmasa boshqa narsadan paydalanıp durup, boshqa aldamchilik qilishadi. Buni pentesterlar qanday qildi desa, pentesterlar qarshi tarafninki xizmatchilar mishning tushamdi, tushmamdi deb shuni test qilsalar. Agar men bir shirkatninki bir adamini, masalan, muhim bir adamini men test qilmoqchi bo'lsam, men buningga mesela pul avatmoqchi edim. Sen bir passworddan deb bersang, yoki bo'lmasa deb qolsa, agar bu meningki qapqanimga tushib qolsa, men buni xotirlayman. Falan kishi men mishda avasa meni qapqanga tushdi. Buni tarbiyalanglar, yoki bo'lmasa bunga ogohlantirish beringlar deb meni raportimga yozib berdi. Bu social engineering, bu albatta qonunlikda, chunki men bu ishni qilishdan burun shirkatdan mishda ishni qilsam bo'ldi deb menga ruxsat bergan. Ama bu adamning shaxsiy ishiga tegsam, men qonunsizlik qilgan bo'laman. Diqqat qiling, bu yana ayting muhim bir narsa bor. Men bu shirkatga munosabatlik uchurlar, emaillarni bilan aplashman. Ama bu shaxsniki Gmail'siga, ya shaxsining uyning adresi, yoki bu shaxsiyniki o'zining nimalari social nimasiga aloqa qilib qilsam, bu skopdan chiqib ketgan bo'l, yo'ldan chiqib ketgan bo'laman. Şun bu yerda nayting diqqat qilgan shu. Men bu shirkat adamniki faqat ishga aloqador uchurlari, istixborotlar bilan bilishman. Lekin shaxsiyati bilan haplashmayman. Bu out of scope. Bu qonunsizlik yetib qoladi. Okay? Şuna buni dastlabda ashuna aytib aniq bekitish kerak. Endi degandek report kim report yozdi, ba'zilarning yozish qobiliyati aytgan yaxshi, grammatika tuzish, resim kirgizish, retlash degandek meniki ancha bek yaxshi ko'rmayman masalan. Ashta uzun narsalarni yozib retlab, uni vaqtga ketadi. Ammo bu shunday qilgan yaxshi ko'rdiganlar bor. Cho'ng shirkatlarda maxsus ishni qilganlar, reportlarni chiqarib berganki, bularni aytgan formatlab, gaplarniki grammatikalarni,
tilni qo'llanishchanligi, rasmlarni o'rinlashtirib, nayting ranglarni berib, nayting chiroyli qilib beradi. Agar shunda sizlarning shunda iqtidoringiz bo'lsa, shuni ishlasanglar bo'ldi. Adigi quality reviewer. Buni endi sizlar qilgan ishni mushu proyekt munosabatsiz uchinchi bir odam ko'rish kerak. Ko'rib, unda bo'ldi ekan, mana shuni qilsam bo'ldi ekan deb aytib ba'zanlar buni endi qonun jihatdan, texnik jihatdan qarash ko'rishni maqsad qildim. Client and stakeholder communication. Albatta buni kick-off meeting degan, kick-off degan hamma narsa qo'l qo'yib, yani before the test, yani bu resmi testni boshlashdan burun kick-off meeting, yani confirm scope, return of ROA degan, return and contract management, return of equality, men tepare. And contracts degan hamma narsa qo'l qo'yib, bularning scope doirasini belgilab bo'lgandan keyin bu yig'inda buni qarorlashtiramiz. Ya'ni 100 tirani o'tirib, telefon orqali yoki o'tirimizda o'tirib turib, mani qilamdik, ma to'g'rimi, ma to'g'rimi, hammani bir-birlab, hammani aniqlab, 100 tarafda buni bekitamiz endi. Undan keyin bularniki qanday update qilmay, haftada birmi, kunda birmi, nimalarni xabar qilmay, undan keyin agar bir ishlar bo'lib qolsa, kim bilan aloqa qilishimiz, qarshi tarafni qanday, kim telefon nomeri, undan keyin qaysi xilarat nim qilamiz degan narsalar. Bak murakkab ko'rib ketmanglar, chunki buni bir qitim qilib olgandan keyin ko'rasizlar. During the test, ya'ni bu ishni boshlashdan burun qilgan ishlar, tayyorlik ishlar. Tayyorlik ishni boshlagandan keyin ishlar miyagacha mandaq bo'ladi. Agar jiddiy bir narsani bayqib qolsanglar, qanday xabar qilish. Undan keyin albatta bo'layotgan ishlarning hammani dokument qilish. Screenshot, resim, abay deganda mesela ko'pchilikdagi har bir qadamlarni rasmga ilib, bergan buyruqlar, chiqqan natijalar hammani cho'qim nim qilishinglar kerak. Dokument qilish kerak. Albatta nimadan keyin mana client bilan stakeholder degan shirkatningki muhim xodimlari yoki bo'lmasa qarshi tarafningki muhim xodimlarini ko'rsatadi. Albatta sınaqdan keyin yig'in ichib, bu yerda mandaq ishlar bo'ldi, mandaq ojizliklarni topdik, buni mandaq yashdik, undan keyin qandaq savolinglar bor deb savol javob beramiz, undan keyin reportni qarshi tarafga yo'llaymiz. Yo'llab, mandaq to'g'ri, men buni men qabul qildim, hamma ishlar nating yaxshi bo'ldi deb buni qo'l qo'ydiramiz albatta. Qo'l qo'ygandan keyin bu ish asosiyatni mishada oyoqlashadi endi. Abay degandek, articulating risk abay degandek, masalan bir odamga bu endi articulate'ga masalan bu odam yomon odam deymiz masalan. Yomon deganning darajasi qanchalik bo'ladi? Masalan, bu odam dahshat yomon odam deymiz. Qaysininki darsi yuqoroq mesela bir odam yomon odam, yoki dahshat yomon odam deydi. Dahshat biroz yomonmi? Agar uni bu odam intayin dahshat yomon odam, buning yaqinlashma. Yoki bo'lmasa bu bak yaxshi odam. Yaxshi odam, bak yaxshi odam, intayin yaxshi odam, bak ajoyib yaxshi odam. Deb bir odam bu darajasini ko'rsatadi, articulate. Ya'ni ma'lum bir narsaniki nimasini tushundirish. Bu albatta ma'lum bir xatarni topgandan keyin u xatarninki darajasini biz ifodalashimiz kerak. Sizlar mendan shu palonchi qanday odam desa, normal odam deb qo'ysam, u odamga nisbatan bir nima bilmaydi endi. Muomala qilish kerakmi yoki bu odamdan nima ish qilish kerak dars bo'lmaydi. Agar men biz bilan tijorat qilmaydi desam, bu odam naytan yaxshi odam, durust odam, aldamaydi. Yaxshi odam, intayin yaxshi odam.
desem o çağda nayten yukarı bağa bergen bulma av soruğa adamı düşünüşlük buludu. Şuna şu xatar nima? Mesela bir adam bilan men tijorat qilmoqchi bo'lsam, men sizlardan so'radim mesela. Bir palani yaxshi qanday odam desa, bu yomon odam deb qo'ysam, bu qanchalik yomonligini bilmayman. Agar men buni dahshat yomon odam desam, bu nihoyatda critical. Ya'ni hargiz bu odam bilan muomala qilib boqmagan. Bu dahshat darhol agar muomalamizni to'xtatgan desem, manga nisbatan bir nim paydo bo'ldi. Ya'ni manga sizlar bu articulate qilgan bo'lsizlar. Masalan, bir ko'lchak bor, men suv tushma desam, men ko'lchak suv ichsam bo'lamdi desak, tushsam bo'ldi, tushmasam bo'ldi desa, men ikkilanib qolaman. Tushsam bo'lamdi, tushmasam bo'lamdi. Agar sizlar esa, bu ko'lchakning suvi nating suzuk, hech qanday zari yo'q, tushsam bo'ldi desa, o deb. Agar men bu ko'lchakning suvi pokizmasam, yo'q bu dahshat maynat suv bu tushsang zarinib qolsa desam, bu menga nisbatan qara qilish nating oson bo'ldi. Buningki kritikalni 9 bilan tushsang, bakteriya bor, zarinib qolsa degandiki, menga nisbatan unda qisman suv tushmay deb, menga nisbatan bir qara qilish, bunu articulate deymiz. Şuna bu gap qilish jarayonida naytanga bir nim qilish naytin yaxshi. Mesela shu jihatdan men bizning Uyg'urcha qaraganda turkning ba'zan nimalar naytin so'zlar naytin aniq ba'zan narsalarni articulate qilish turkcha kinolardim naytin biraz articulate. Albatta Uyg'urcha articulate qilgan narsalar naytin ko'p. Bizning adabiyot mesela Edebi kitaplar, hikayeler, romanlar okusanlar ba'zan nayten yaxshi articulate qilgan yerlar bor. Biz ingliz tilimizda ba'zi articulate qilish yaxshi bo'lmagan bizniki, men hammadan demayman. Ammo articulate qilish ma'lum bir hodisani aniq qilib ko'rsatish orqali onun nisbatan bir harakat ilib berishni ko'rsatadi. Tushunishni osonlashtiradi. Şuna bir derece nisbeten şu xatarga derecenin ağırış nisbeten bu derece ağırıp birimiz bir ma'lum bir xatarni tapsak bu xatarninki intayin xatar ekanligini derhal tuzatmasak bo'lmaydiganligi. Andikin 7dan 8 numar bo'lsa, buningki xatar bor. Ammo hozircha agar puling yoki bo'lmasa imkoning bo'lsa tuzatganing yaxshi. Ama bunu takılık buzduğu adam çıkmadı. Medium degen schedule remediation. Yani bunu bu tıkısan buldu, kiler tıkısan buldu. Ama çokum kılış gerek ama hazır ciddi emas. Degen ben bunu başlığa köse ama ciddiyken onda koysa bunu bir taraf kumsak bulmayken de bunu ağrışını köselim de. Escalation pass. Escalation degen ma'lum bir iş yüz bo'lganda qandoq bunu kötürümüz. Yani derecege upper'ımız. Active compromise, prior compromise, critical finding. Eğer sizlerden tapkan xatarınlar 9'dan yukarı ya 9 olup kalsa bunu çokum derhal yetkiziş gerek. Bunu kandak yetkiziş. Mesela mavi escalation pass mesela lead tester. Sizler taptınlar. Tapqandan bu project managerga deysizlar. Men bu yerda tuningen cache scan qilib atgandim. Shundaq bir narsani topdim. Buni darhol telefon qilib meni boshlig'iga desang bo'lmaydi da. Buning aminaning bir ilqi nimasi bor, peshtiqi bor. Ko'tirdigan. Menda bir yerga bunda chunki buningki nimasi bor. Tapqandan keyin sizlarni o'zinglarni project managerga yetkazsizlar. Project manager bunu client security yani xiridarniki vekillik yetkizdi. Yani xiridarning vekili xiridarniki o'zining boshlig'iga yetkizdi. Bular andikin o'zaro maslahat qilish orqali bu qonun munosabatlik yani deb bu ichkidan nima qilish uchun sizlar bir xatarni topsanglar darhol mallarning boshlig'iga telefon qiladigan yoki email qiladigan ish yo'q bu yerda. Cho'qim bununki bir hamma shirkatninki projektninki bir ko'tirish bosqichi bo'ldi. Yo'linish bo'ldi. Shuning uchun bunga diqqat qilish kerak.
Abay degandek distribution client acceptance abay degandek elbette ma'lum ba'zan chog'da muhim narsalarni topsanglar buni qanday yetkazamiz muhim hujjatlar muhim xabarlar degan narsani yetkazish bu secure channel encrypted delivery masalan biror hujjatni topib qolgan bo'lsanglar uningda boshqalarninki ismlari maxfiy nomerlari bo'lsa buni encrypt qilib maxfiylashtirib avatish kerak yoki bo'lmasa shirkatning biror amali bormi yoki shirkatlar biror narsa talab qildimi degandek narsalarni yetkazish kerak. Manamdilki do not upload find personal cloud shaxsiy akkauntga abay deganda shaxsiy akkauntga chiqolmaysizlar buni. Chunki sizning shaxsiy akkauntinglar protect qilinmagan u o'xshamagan boshqa bir hikoya. Client acceptance. Endi ang avval sizlar topgan narsani xiriyaga avatsizlar. Mana mishadim şey draft deymiz buni. Ham nusxa. Tak pishmagan ham nusxa. Mishna qildim, ko'rib beqinglar deb buni balkim 2 hafta, 3 hafta ko'rdi xirida. Endi uning ba'zan ma bo'pti, ma bo'lmabdi yoki ma tushib qolibdi, ma'ni qiling deb buni ko'rgandan keyin bu bir siz yetkazib albatta o'ttirisidan g'ijig'lar bo'ladi, talash tortishlar bo'ldi, o'zgartishlar bo'ldi. Ammo ishlar taraf kelishgandan keyin final delivery oxirgi reportni bersizlar. Bergandan keyin shunlar sizlarga nisbatan bu ishni sign off degan bu ish tugadi deb xirida qo'l qo'ydi. Ya'ni abay dastlab degandek project miyadan odim boshlanib miyada sign to'xtamga qo'l qo'ygandan boshlandi. Miyada bu ish tugadi deb to'xtamga qo'l qo'yib bu ish tugadi deb yipiladi. Bu şirketlardaki project boshqarishning agar maash qo'ymasa bu ish tugamagan bo'ldi. Yoki bo'lmasa bir narsa dedi, yoki cho'qim bu o'tirdi paranglashib buni cho'qim har ikki taraf qabul qilgandan keyin ma shirkatmo sign off qilib bu ishimiz tugadi, biz rozi bo'ldik. Mana pul deysizlar, sizlarmi deysizlar, bizning ishimiz tugadi, pulni berganinglar rahmat, biz rozi bo'ldik deb ishlar taraf qo'l qo'yishib rozi bo'lgandan keyin bu yerdagi bu project tugaydi. Yani muvaffaqiyatli qozongan bo'ldi. Shuning uchun bu sign off eng oxirgi sign off nayteng muhim. Buni cho'qim bejirish kerak. Communication best practices buni mishilam ishida emas, butun xizmatdagi bosh proyektlardami bir sizlarga nisbatan bir best practice deb qilishinglarni tavsiya qilaman. Chunki bu bek muhim shirkatlarda og'zi deb qo'ygan gapga bek ishlatib ketmanglar. Bular shirkatlardagi bular security qilgan chog'da bir telefon qilib yoki uzun muddat xirida bo'lsa mayli, that's a different story. Ama normaldagi ishlarda bular security qilgan chog'da cho'qim yoki email orqali yoki yozma xotira cho'qim bo'lishi kerak. Chunki amadan ba'zi chog'da o'zini qo'g'dash uchun sizlarni o'nkirga ishitishi mumkin. İngiliz tilida throw under the bus deydi. Yani mashina ostiga ishtiradi, aptizdan ostiga ishtiradi deganda ishlar bo'ldi. Undaq ishlar bo'ladi. Shundan oldin olish uchun o'zinglarni qo'g'dash uchun cho'qim hem xaridorlarni rozi qilish uchun ham o'zinglarni qo'g'dash uchun document all client communication in writing. All client communication in writing. Bu bek muhim. Mesela bir telefon qilib bu tungi yig'inda biz 10 IP degan to'q yana bir IP'ni qo'shilgan bo'lib qoldik. Plan IP'ni qo'yib qo'ysang. Men hozir mashina ketib qolgandim. Men email yozaman deb telefon keldi sizlarga.
Tilpin kelgandan keyin sizlar shunlar bo'ldi men sana email avatib beray deb tilpinni qo'yib etdinglar. Sizlar shu yerdan kompyuterlarni ichib bu yerdan sizlar Polatcan yani Patemgol işte bir IP'ni qo'shib qo'y dedin. Yani sen tünge işte tilpin qilganiga rahmat. Mesela sen mesela birden IP'ni qo'shib qo'y deganding, men script qo'shib qo'ymoqchi, işte bir confirm qilib etsan deb email yozdilar. Email yozgandan keyin bu cho'qim bo'ldi men confirm qildim, to'g'ri men tünge yozolmagandim, men confirm deb bundan email kelish kerak. Bunu yazım xotira deymiz. Endi tekst qilib qoldi. Tüngen işte bo'ldi tekst mesela bir IP'ni qitib qo'ysan yoki bo'lmasa plan tor betini qitib qo'ysan degandan keyin buni mu email orqali avatsizlar. Tüngen işte o'ttasam tekst kelgandi, işte qitib qo'ygan, shuni qitib qo'ysak manda ish bo'ldi yoki bo'lmasa buning bahsi ortidi yoki biz bir qilib birmiz, ama sen bir confirm qilib versan deb xaridordan cho'qim yazma confirm qilishinglar kerak. Bo'lmaqasa, "Oy, bu chata yo'q" deblam qitib qo'yib qilsanglar, keyin agar bu ish bu balkim qolib qolgan bo'lishi mumkin yoki sizlarga bo'lmaydi. Shuning uchun telefon bo'lsin mailda avvalo every phone call with email summary. Abay dedim mana. Telefonda so'zlashib bo'lgandan keyin telefonda deyishgan to'q, manda deyishgan to'q, mening samanda degandim, men mesela deb tushundim, to'g'rimi, tushunishim to'g'rimi? Chunki ba'zida telefonda paranglashganda, "Ya men unda demagandim. Mening maqsadim mavti." deydigan ish chiqdi. Unda ishlarni chiqdi. Bularmi neymiz endi turmushlarda ko'p bo'ldi, endi turmushdagi ishlarning maslahati bek ig'ir bo'lmagandan keyin, ama xizmatda cho'qim misol tungi misol degandim, manda demoqchimisan? Ya men manda o'ylagandim, to'g'rimi? Sen ishni bir confirm qilib etsan. Manda o'ylaganmidim. Mana demoqchimisan deb cho'qim ne qilish kerak? Nima deymizlar? Executive'ga mesela cho'ng boshliqlar Kali, Port, THCP, HTTP deganni ömrida ko'rib boqmaganlar. Bilmaysiz mumkin. Şu an ularga nisbatan ular tushunadigan tilda so'zlasanglar tushunishga bo'ldi, chunki port 80dan nim qilganda menda desanglar, bu port 80dan nimligini bilmaydi. Bu port desanglar balkim bu parx to'xtaydigan port o'xshaydi deb tushunib qilish mumkin. Executive levelda hamda ular texnikalik narsa, ular tijoratniki ishi bilan aldirashib olgandan keyin texnikalik termlarni tushunmaydi. Shuning uchun ular bilan aloqalashgan chog'da ular tushunadigan tilda ishlatinglar. Agar cadence, frequency, method, kick-off meeting, yani ayda bir so'zlashamdiq, kunda so'zlashamdiq, ya brak nim qilib so'zlashamdiq deb buni cho'qim bekitish kerak. Okey, bugun boshildiq deb boshlab ichaydan keyin mana topgan narsamiz deb aytib qo'ysanglar, bu xaridor deydi, bu nima? Manva deb hayron qilish mumkin. Shuning uchun davomli bo'layotgan ishlarni, nerdan keldim, nerga chiqdi, nima ish bo'ldi deganni aloqa tursan, xaridormi xabar bo'lib turdi, o'zgarish bo'lib turdi, xaridormi xush bo'ldi. Understanding sensitive communication, her bir narsa evetken chog'da buni confirm qilinglar. İşte bir narsa upload qilgandim, ko'rdingmi, qanday qaraysa degandek narsalarni nim qiling. Bu bek yaxshi bir odatchu. Biz ba'zi o'rinliq qilamiz. Evetib qo'ysam bo'ldi, ko'rdim, ko'rmadim, ko'rgandim, unday emas. Bir narsa evatsanglar, mesela evetgandim, ko'rgan bo'lsang bir fikringni bersang, agar javob kelmasa, ertasi yo 3 kundan keyin akça aldırış sen, şuna olsun bir körvetken bolsam, bana fikir vergen bolsam, ben ikinci kadarını baskan bolsam deb, communication'ını devamlı qilib tursanlar yaxshi. Never share finding personal device, yani çoqum bütün işlerini şirketninki yoki tasdiqlagan kompüterda qilsanglar kerak. Hujjatlar saqlagan chog'da shaxsiy Gmailga, G Drive'ga yoki narsa saqlamanglar. Chunki shaxsiylarninki Gmail akkaunt sizlarning emas. Google xohlagan vaqtida sizlarning Gmail akkauntdagi narsalarni ko'ra oladi.
ruxsatsiz nimaniki ilqi sotninki nimasini ilishni atayın. Ama ticaret şirketninki narsalarga nisbatan biraz qonuniy qo'dildi, ama sizlar chunki uning pul to'lagandiki uning ba'zan bir shartlari biroz qattiqroq. Ama shaxsiy emaillar, Gmail deymiz, Hotmail'lerimiz uniki ilqi qonun qo'dilishi o ticari sistemlarga nisbatan ajizroq bo'ldi. Bununki nimasini tekst ko'rib baksanız, o'qib baksanız bu. Now social media. Yani hayacanlık bütün ben falan şirketten bağlanıp taptım bana dep ilqi Facebook'a yoki nimaga chiqamanlar bu xilaf buldu. Yani hayacanlık etme bir narsa tapgan zamatlam ilqi ko'z qildigan ish emas bu. Lekin bo'layotgan ishlarni shu shirkatninki munosabatli kishilardan boshqa yoki sizlarning kishi projektdan qatnashayotgan odamdan boshqa odamlar bilan so'zlashmanglar. Bu degan qanday odam, uydagi odam, urug' tuqqanlar, alog'ina, shirkatdagi boshqa odamlar, qarshi tarafdagi boshqa odamlar. Yani qarshi tarafdagi ma'lum bir shirkatdagi boshqa odamlar buning sirtida bo'ldi. Faqatla shu projekt qatnashayotgan, shu projektni ishlayotgan odamlarningki ko'rish va nima qilish huquq bo'ldi. Uning sirtqi odamlarningki hech qanday nima qilish bo'lmaydi. Aba degandek never assume verbal authorization, always get in writing. Aba degandek tilpin qilib yoki yo'l ketib birib yoki polaya etib ma'lum qilib qo'ysam bo'pti deb qo'ysa unda ish yo'q. Cho'qim shirkatninki emailsida shirkatninki ruxsat qilgan sistemida yozish kerak. Yozilmagan narsani qilmaysizlar. Never send final report before client question from the draft review result. Yani oxirgi reportni cho'qim xaridor ko'rib, maslahatlashib, o'zgartirib, hamma qabul qilganki, mana oxirgi report deb yozinglar. Chunki nima uchun shunday bo'ldi deganda, oxirgi reportni shirkatlar buni cho'ng boshliqlarga yoki hay'at direktorlarga yo'llab, buningga pul ajratadigan, iqtisod ajratadigan uchun ishiltidi. Onun aldığındaki draft, yani ham materiallar albatta man desek bo'ldi, man desek bo'lmaydi, mandaq da hammani yozib bo'lgandan keyin sizlarning oxirgi reportinglar shirkatninki mablag' silish sanmaslik uchun qaror qilinadi. Shuning uchun ilqi mal final deb shu oxirgi natijasi deb buni albatta qarshi taraf bilan maslahatlashib qilsizlar. Chunki shirkatniki olib degandek bu pulga andaki şirketninki qaro qilishiga munosabatlik. Buni shirkatninki hay'at a'zolari mana yuch qilib ekan, buni yepish uchun 100 ming dollar, 200 ming dollar yoki mancha odam ilishimiz kerak, mana sistem ilishimiz kerak. Shuning uchun mana pul tasdiqlaysa deb dokument pul tasdiqlash uchun ishlatadi. Yani birisi shirkatning bexatarligini qo'dash uchun ishlatadi. Shuning uchun bu muhim oxirgi ilqi report, biz ko'rgandek report maslahatlanish orqali bo'ldi. Okay, key takeaways. Endi mana ikkinchi topikdagi narsalar average member define, yani har bir odamniki roli, maqsadi, ularniki shu projektdagi vazifasi aniq bo'lishi kerak. Sen xalqini qilsang bo'ldi emas. Siz masalan planni yozishga yaxshi, shu reportlarni yozsin, planni web application'da yaxshi, sen web application test qil, palani gapni yaxshi, buni report qilish uchun yoki bo'lmasa social engineering uchun ishlasin, palani networkni scan qilishga yaxshi, scan qilsin deb hammadamniki vazifasi aniq bo'lishi kerak. Lekin xaridor bilan davomli aloqa qilishni uzmaslik kerak. Qanday aloqa qilamiz, qanday hujjatlarni qanday upload qilamiz degan narsalarni aniq yozish kerak. To'xtam yozish kerak. To'xtam tizmetri hech qanday ishni topmaysizlar. Lekin bir jiddiy ishlar bo'lib qolsa, xaridorga yetkazish usuli qanday bo'ldi? Lekin har qachon maxfiylikni, o'zlikni, shirkatning manfaatini ko'zda tutish kerak. Shirkatninki tepilgan ojizliklarni boshqalar deyish bo'lmaydi. Lekin bu qo'llangan to'xtamlar, masalan, NDA deydigan bir narsalar bor, non-disclosure agreement. Agar mana narsa ko'rib qolsanglar, buni non-disclosure agreement deydi. Keyin so'zlashimiz mumkin.
Şirketni ko'rgan, anglagan, qilish jarayonida butun narsalar hech kim deyish bo'lmaydi. Shu shirkatlar deyish bo'ladi. Agar mishni topgan keyin to'xtam tuzat, shu projekt tugagan taqdirdami, shu tip jarayon bo'lgan ishlarni hech qanday yerga deyishingiz bo'lmaydi. Başka şirketler işlesiniz mi? Şu şirket neymiş kandansa ya unutup kaptım ya ki ben desem bulmaydı çünkü bende non-disclosure agreement var. Bu toxtama, bu kanuni toxtam bu. Bir yer boğan iş, biz Uygurçadan da mişe qoğan gap mişe qason degandek işlendi. Bu kanuni qason degan gap ha. Miyat qason deb talaq chiqib bo'lguncha biz tilpon qilib mişe deyishibsizlar deydigan ish chiqdi u. Shuning uchun bu qonuniy gap mishadi qasin degan gap. Buningki qonuniy maslahati bor. Shuning uchun buni diqqat qilish kerak. Maxfiyatlikni qarshi tarafning xaridorning maxfiyatlikni saqlash kerak. Mani endi nim qilib so'rashib baxsangiz bo'ldi. Yoki 5-10 minut dam olib kirib davomlashtiramiz. Men mani to'xtatay. Stop, man ayırım